posboni va qalqoni bo'lish bu dunyoda eng ulug' va muqaddas ishdir. Bunday sharaf hammaga ham nasib etmaydi yangi O'zbekistonda. Bunday sharafda mana shunday buyuk xalqimizga xizmat qilib, posbon va qalqon bo'lish sizlarning yelkalaringda. Bir narsani bilinglar, vatanni sevgan, vatanparvar bo'lgan, buyuk bobolarimizga munosib bo'lgan hech qachon orqaga qayilmaydi. Sizlarni Vatan himoyachilari kuni bilan chin qalbimdan tabriklab, sizlarga sihat, salomatlik, oilaviy baxt tilayman. Ozod o'g'lim, hur o'g'lim, har oning huzur o'g'lim, shahdingdan kun yorishsin, yuzi yorug' nur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. El bo'lsa yigit joni, sel kabi jo'shar qoni, vatan desa dunyoni ikki chetga sur o'g'lim. Nafs ipin uzar bo'lsang, baxt ichra suzar bo'lsang, bir esking buzar bo'lsang, avval o'nta qur o'g'lim. Bizning ilm maktabi bo'lgan dunyo matlabi, Buxoriy bobong kabi qilgin tafakkur o'g'lim. Uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, g'aflatdan yuz bur o'g'lim, bo'l hammadan zo'r o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim.